Assalomu alaykum. Santexnika va отопление muxlislari, hurmatli ustalar, kanalimiz mehmonlari. Mana bugun navbatdagi obyektimizni topshirish jarayonidan qisqagina video lavha tayyorlayapmiz. Yangi roligimiz. Bu yer hozir Jalolquduq tumani Ko'tarma mahalla fuqarolar yig'ini. Bu yerdamiz. Qani endi hozir yoqish arafasidamiz. Zapravka qildik, utechkalari yo'q, xudo xolasa birgalikda topshiramiz. Bizdan uzoqlashmay. Bitimizda Abduvohid akam dirja tayyorlayapti. Men va Abduvohid akam ukamiz va avtogen apparatimiz. Xo'p, mana bolgarka va boshqalar deydi-yu, mana bu apparatlarni. Apparatlarda shundoq deydi. Va boshqalar shular ishtirok etishimiz. Mana yangi zapravka bo'lyapti. Hozirgi haroratimiz